Dersimizi davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugünkü sağış kimen 22 yıl 11. ayın 28. günü vatandaşım. Endeki mavzumunda Kamal Kılıç'a karıştırış. Uçkundan yangın çıkdı. Bir qancha shahar oliy maktablarda endi jim turish mumkin bo'lmadi. Oq qog'oz ko'tarib dediki, timtoz emas bu makon. G'azab sadosini yangratdi. Mavzuli xabar 11 ayning 28 kuni Amerika ovozining Jungo Tel programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Hozirgacha masalan o'sha qarg'animizda hozirgi vaqtda Tayvanning xalqliq paytlar televiziyasida ko'rsatilishicha hozir mamlakat bo'yicha 15 o'lka namoyish 79 shaharga kamaydi vatandoshlar. Ürümçide Uygur ahalilar o'ltiraqlashgan rayonida eğer derecede Kamal Kılıç'tan kelib chiqqan o't apti fojiasi ta'ziya bildirish va Kamal Kılıç'a qarshi turish namoyishi 11 ayning 25 kuni Ürümçide boshlanib 26 kuni 27 kunlari Jungo bütün mamlakatdan shahar oliy maktablariga kengaydi. Qamalga qarshi turish namoyishi aylandi. Bu namoyish mamlakat xarakterlik namoyish to'lqini deb tasvirlandi. Namoyishchilar qo'lida oq qog'oz ko'tarib, qamalga qarshi noroziligini ifodalaganda oq qog'oz bu qatimqi namoyish to'lqinining belgisi, marksi bo'lib qoldi. Namoyishchilar Xi Jinping taxtdan cho'shdi deb shior tovladi. Jungo Kompartiyasi taxtdan cho'shdi deb shior tovladi. Bu shiorlar siyosiy hokimiyatga bevosita qaratildi. To'g'ri video filmlarda mundaq oshkorlandi. 26 kuni kashda Nanjing axborotchilik institutidan boshlab Beijing universitetigacha 10 necha oliy maktab o'quvchilari maktab qurasida oq qog'oz ko'tarib namoyish qildi. Şam yaktı. Namoyish jarayoni kechidi, shom yaktı. Ve qo'lidagi telefonining chiroqlarini yoqib qo'ydi. Jim o'ltirib, ta'ziya bildirib, qamalga noroziligini ifodaladi. Oq qog'ozdan qisman simvoliy tekshirishdan saqlanish, qo'llanishdan saqlanishni ko'rsatdi. Bu yerda ta'ziya yanalar Ürümçide o't aptida vafot bo'lgan Uyg'urlarga ko'rsatilayotgan ta'ziyadir. 11 ayning 27 kuni Tsinghua universitetida o'quvchilarning Ürümçide o't aptida qazo qilganlarga ta'ziya bildirib qamalga qarshi turish faoliyati boshlandi. Bir nafar qiz o'quvchi namoyish to'pida shundoq dedi. Men bugundan boshlab fuqaroviy huquqni eg'izga olmayman. Bu so'z to'planishda olqishga sazovor emas. Fuqaroviy huquq degan Jungoning siyosiy asosi qonuni, Jungoning boshqa qonun farmonlarida xalqqa berilgan huquq deyilgan gap. Bu uning hech qanday qimmati qolmadi, eg'izga olmayman dedi. Haftaning birinchi kuni bugun, ya'ni Shanghai Statistika Universiteti
Xuanen Darül Müəllimin Üniversiteti, Şüycü şehri Kan Sanaat Üniversiteti, Çingdu, Chongqing Müzik Sanat Üniversiteti, Hainan Üniversiteti, Anhui Kuruluş Üniversiteti, Guangdong Taşqı Savdo Üniversiteti, Wuhan Nəşriyyatçılıq, Axbaratçılıq Üniversiteti, Xi'an Quruluş Fən-Texnika Üniversiteti, Zhejiang Çət əl Tilləri Üniversiteti, Zhejiang Üniversiteti qatarlıq ali məktəblərdə oxucular toplanıb Ürümçidə ot aptıda qaza qılğan Uyğurları təziyə bildirdi və qamal qilishqa qarışdırdı. Şənbə günü Ürümçi, Beijing, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Şanghay qatarlıq şəhərlərdə dərcəsi oxşaş bulmağan dərcə namayişlər götürüldü. Bunun içinde taşqarı dünyanın diqqətini tartqan ən mühüm ve Şanghay şəhəri Ürümçi otoryolunda keçilib, təziyə bildiriş keçilib, ötküzülüb, Ürümçidə ot aptıda qaza bolğanlara təziyə bildirildi. Bu hərəkət keçilib davamlaşdı. Ettigen saat yetip gelgende karşılayak görüstüş namayişe qaylan. Şanghay'da nurgulluğan şəhər xalqı Şüyxoy, Jing'an şəhər aylarga toplanıb Ürümçidə ot aptıda qaza qılğanlara hez taşlıq berip de qalmasdan geç çürüş doğrusu da nölgü çürüş doğrusu narazılıqını mı ifadelidir. Şart olab Ürümçidə qamalını boşalt dedi. Şinjan'da qamalını boşalt dedi. Bütün memlekette qamalını boşalt dedi. Taleplerini siyasi katlamga götürüp Xi Jinping taxtın çöş dedi. Cumhuriyet Kompartiyası taxtın çöş dedi. Bizge müstabitizm gerek emez. Bizge erkinlik gerek dedi.